Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda pul ishlash to'g'risida emas, balki Binance akkauntimizda bizni pasportimiz muddati tugab, biz yangi pasport oladigan bo'lsak, qanaqa qilib o'zgartirishimiz to'g'risida video tayyorlamoqchiman. Chunki o'zimda ham pasportimni muddati tugaganligi sababli Binancedan ogohlantirish xabari kelgan gmailimizga. Ko'rib turganinglardek 24-iyunni kuni bizni pasportimizni vaqti tugashi haqida ogohlantirmoqda va biz yangi pasportimizni tasdiqlab qo'yishimizni so'ramoqda. Buning uchun biz ushbu kelgan xabar orqali "Перейти в центр verifikatsiya" degan tugmani bosish orqali biz verifikatsiya qilib olishimiz mumkin bo'ladi yangi pasportimizga. Xullas, Googledan kirmayapti. Biz shunchaki Binance'ni o'ziga kiramiz, ilovasiga kiramiz, profilimizga login parollar orqali kirib olamiz. Xo'p, shunday qilib hisobimizga kirib oldik. Ana endi qayerdan tasdiqlashimiz kerak? Yuqorida menyu mavjud. 3 ta chiziqchani ustiga bosadigan bo'lsak, menyu ochiladi. Va o'zimizni profilimizni ustiga bosamiz. Xo'p, va verifikatsiya degan joy bor. Ushbu joyda verifikatsiyani ustiga bir marta bosamiz. Biroz kutamiz. Xo'p, 24:07 gacha deb. Bugun 24. Aynan bugun vaqti tugashi kerak pasportimizni. Va yuqorida "Продолжить verifikatsiya" degan tugmani yana bir marta bosamiz. Xo'p, ana endi ishga tushdi. Demak, bizda yuqorida o'zi O'zbekiston belgilangan, yuqoriga tegmaymiz. Mana bu joyda ham shaxs guvohnomasi, ya'ni удостоверение личность degani shu holda tanlangan bo'ladi. Pastga tushamiz va "Продолжить" tugmasini bosamiz. Mana endi "Проверка документов" deb yozmoqda. Ya'niki biz ikkita yo'li bor. Pasportni rasmga olishingiz mumkin kamerani ochib, yoki agar sizda rasmi bo'lsa, "Загрузить foto" tugmasini bosib, pasportingizni oldini ham orqasini ham rasmini yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Demak, rasmini yuklaymiz, keyin yana davom etamiz. Xo'p, "Загрузить" deganini tanlab "Продолжить" tugmasini bosadigan bo'lsak, mana shu joy ochildi. Ko'rib turganinglardek, birinchisiga oldi tomonini yuklashimiz kerak, ikkinchisiga esa orqa tomonini yuklashimiz kerak. Xullas, "Загрузить" degan tugmani bosib, oldi orqasini yuklaymiz. Xo'p, pasportlarimizni yuklab bo'ldik. Ana endi yana "Продолжить" degan tugmani bosamiz. Xo'p, ana endi "Проверка личности" deb yozmoqda. Ya'niki bizda yuzimizni yana skaner qiladi. Ya'niki "Продолжить" tugmasini bosamiz, bizga selfie ochiladi. Kamera, ya'niki yuzimizni kameraga tutib tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aytmoqda, yuzingiz xullas fonda oddiyroq bo'lishi kerak, yuzingiz ko'rinishi kerak, ekran yorug' bo'lishi kerak, xullas yaxshi kачествоda bo'lishi kerak, tiniq bo'lishi kerak. Ochki taqmang, maska taqmang, shapkalarni olib tashlang demoqda. Xullas, "Продолжить" tugmasini bosib, yuzimizni skanerlaymiz. Xo'p, yuzimizni skanerlaganimizdan so'ng yana qo'shimcha ma'lumotlar chiqdi. O'zimizni tug'ilgan sanamiz, ism familiya отчествоmiz hamda yuqorida "Гражданство" degan joyga biz hududimizni, ya'niki davlatimizni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'zbekistonni tanlaymiz. Shundan so'ng pastga tushadigan bo'lsak, adresni yozishimiz kerak ekan. Ya'niki manzilimiz hamda shahar, pochta indekslarini yozish nima emas ekan. Xohlasangiz pochta indeksi yozishingiz mumkin yoki shart emas. Lekin shahar bilan adresingizni, ya'niki tuman, mahalla, ko'chani yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, tumaningizni yozadigan bo'lsangiz, o'zi chiqar ekan. Mana Mirzaobod tumani O'zbekiston bo'lib chiqdi. Город deb yozmoqda. Это обязательное поле. Xo'p. Bunga yozsak chiqarmikan?
Xo'p, shaharga Guliston yozib qo'yamiz. O'ylashimcha bo'ldi. Va pastda продолжить tugmasini bosamiz. Xo'p, demak, tekshiruvga ketdi va bu 5 kun davomida tekshirilar ekan. Xullas, videoni yuklayman YouTube'ga agar bu verifikatsiyadan o'tadigan bo'lsak. Xo'p, videoni YouTube'ga joylashimga ulgurmasimdan turib, Binance'dan bizga xabar keldi. Hech qancha vaqt o'tmasdan, adashmasam 4-5 soat yoki 2-3 soat vaqt orasida bizga ma'lumot keldi. Ya'niki verifikatsiyadan o'tganimizni tasdiqlashibdi. Дополнительная verifikatsiya proydena deb yozilgan. Xullas, o'zbekchaga tarjima qilaylik, biroz osonroq bo'ladi. Demak, qo'shimcha tekshirish yakunlandi. Tabriklaymiz. Siz qo'shimcha tasdiqlashni yakunladingiz. Hisobingizni afzalliklari haqida ma'lumot tasdiqlash markazida topishingiz mumkin. Xullas, biz o'sha yangi pasport ma'lumotlarimizni kiritdik. Shu bilan bizni Binance akkauntimizda ma'lumotlarimiz yangilandi. Endi bemalol yana Binance platformasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi.